Shou-biznes olamidan yana bir xabar. Taniqli vayner va bloger Komila Abduqodirova haqida hozirgina yomon xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum aziz muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbek va jahon shou-biznes olamidagi eng tezkor va qaynoq yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklar ostiga bor yo'g'i bir donadan like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni yodingizdan chiqarmang. Instagramda kokosh taxallusi bilan vaynlar suratga oladigan 33 yoshli bloger Komila Abduqodirova Toshkentdagi xususiy klinikada liposaksiya va abdominoplastika amaliyotlarini boshdan kechirganidan so'ng operatsiya asoratlari bilan kurashmoqda. Men 3-mart kuni abdominoplastika va liposaksiya operatsiyalarini qildirgandim. Shu bilan 25 kundan buyon yotibman. Operatsiyaning ertasi kuni qornimdagi qora dog'ni ko'rib, shifokordan bu nima deb so'rasam, gematoma deb javob berishdi, ya'ni qon talash bo'lib qolgan, ketadi deyishdi. Shu bilan oradan 25 kun o'tdi, lekin qora dog' ketmadi. Shundan so'ng xavotirlanib boshqa doktorlarga murojaat qildim. Ular esa bu nekroz, zudlik bilan qarating deyishdi. Keyin men bularga aytib, janjal qilganimdan so'ng e'tibor qaratishdi. Qora joyini olib tashlanglar dedim. U narsa olib tashlanganidan keyin hozir qornim ochilib yotibdi. Meni apparatga ulab qo'yishgan. Sizlardan iltimosim, bu klinikaga umuman kelmanglar. Men operatsiya qilgan bola 2002-yilda tug'ilgan. Hujjat ham yo'q ekan. U hali talaba. Operatsiya xonasiga umuman kirishi mumkin emas ekan. Qo'pol qilib aytganda, ular qassoblik qilishdi. Bu klinikaga qo'lingizni bog'latish uchun ham kelmang, deydi Komila Abduqodirova. Medkonsultat xususiy klinikasi tomonidan berilgan ma'lumotnomada Komila Abduqodirovaga qorin teri osti yog' qavatini naychilash amaliyoti bepul o'tkazilgani qayd etilgan. Amaliyotdan keyingi davolanish jarayonida bemorga berilgan tavsiyalarga ko'chaga chiqmaslik, mashina haydamaslik, energetik ichimliklar ichmaslik rioya qilmasligi oqibatida jarohat sohasida yallig'lanish va terida taxminan 5-6 cm to'qima nekrozi yuzaga keldi. Shundan so'ng bemorga amaliyotdan keyingi nekroz to'qimalarni olib tashlash va yaraga manfiy bosimli davolash tizimi qo'yildi, deyiladi ma'lumotnomada. Komila Abduqodirovaning yaqinlari uni Turkiyaga olib ketib, o'sha yerda davolatish choralari ko'rilayotganini aytmoqda. Kokosh Instagramda 455 ming obunachiga ega. U asosan kulgili vaynlar suratga oladi. 2024-yilning dekabr oyida xuddi shunday amaliyotni boshdan kechirgan aktrisa Halima Ibragimova teri bitmasligi oqibatida vafot etgandi.